Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 9-fevral. Mana Gujit.com mevalar haqida yana ko'chatlar haqida video qilib boshladik. Bu aslida Gujit.com yangi nomi bu. Bu aslida Yagida Goji, Goji Berry, Krasnoy Almaz deb nomlanadi Yevropalarda. Даже Xitoyda Volchi Yagida deb ham nomlanadi. Bu O'zbekistondan boshqa viloyatlarda, mana Rossiya, Yevropalarda juda ham keng tarqalganda. Buni shifo baxshligi, Amerika bir yilda 1 million tonna import qilayotgan o'ziga Xitoydan. Buni asli yurti Xitoy, Xitoyda Tibet o'lkasida yetishtiriladi. Juda ham bir rivojlantirilgan Xitoy o'lkasida. Butun dunyoni eksport bilan ta'minlab beryapti Xitoy. Lekin vaqtiga yetkazib bera olmaydi, chunki imkoni yo'q bu narsani. Bu Gujit.com deb nomladik. Yagida Gojiga taqiq qo'yilyapti. O'sha uchun ham Gujit.com. Bu Yagida Goji deb nomlab sotishimizga bu O'zbekistonda shunga o'shqash mevani brendlagan ekan. O'shanga Yagida Goji ham kirib ketyapti deydi. Undan ruxsat oling deydi. Sotish uchun ruxsat bermaydi hech qachon. Hakiman Rossiya ham taqiq qo'yadi deydi. Erta yillarki buni rivojlanib ketadigan bo'lsa, buni Rossiyaga eksport qilamiz degan bo'lsa, Yagida Goji deb eksport qilib bo'lmas ekan. O'sha uchun Gujit.com deb nomladi. Gujit.com'da eksport qilsa bo'ladi yillarki. Boshqa viloyatlarga ham, davlatlarga ham. O'sha uchun ham Gujit.com deb nomladik. Sizlar ham astagina Gujit.com deb shunga moslashasizlar, nasib bo'lsa. Bu Gujit.com mevalarni iste'mol qilish tartibi qanday? Masalan, mana pishib turgan mevasini ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtga 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Obeddan keyin kechgacha bo'lgan vaqtga yana 10 dona iste'mol qilsa bo'ladi. Undan ko'p iste'mol qilmaslik kerak. Mana yosh bolalarga bitta, ikkita dona bersa bo'ladi. Mana yosh bolachalarga ham. Quritilganiga keladigan bo'lsa, quritilgani ertalab ovqatdan 15 gram qaynagan suvga dimlab ichiladi. Obedga ham xuddi shunday. 15 gram qaynagan suvga dimlab ovqatdan bir 10-15 minut oldin iste'mol qilinadi. Kechga iste'mol qilinmaydi. Chunki odam sabr energiyasini ham ko'taradi-da bu, tetiklashtiradi iste'mol qilib yurganda. Kechqurun iste'mol qilgani kechga uyquni qochiradi degan. Kunduzi iste'mol qilgani kechga uyquni yaxshilaydi degan. Mana yoshi o'tgan ulug' insonlar uchun uyqu juda bir asosiy rolni o'ynab beradi-da. Uyqusizlik charchatib qo'yadi u kishilarni. Mana boshlanishiga hali tanimaydigan, mana yangi iste'mol qilaman deganlar insonlarga 15 gramdan ham kamroqdan boshlash kerak. Chunki tarkibi juda kuchli-da buni. 20 ta mikroelement bor. Kaliy, kalsiy, magniy, sink, selin, shundan bir germaniy degan elementi bor. Onkologik hujayralarni bloklab turadi deyilgan. Onkologik hujayra har bir insonda bor-da. Immun tushdimi, nastroyeniya tushdimi, u narsa rivojlanib ketishi mumkin. O'sha uchun doim iste'mol qilib yurish kerak u kishilar ham. Shunda onkologik kasalga umrining oxirigacha ham chalinmaydi. Doim bloklab boradi u narsa. Gujit.com mevasi. 18 ta aminokislotasi bor. 18 ta aminokislota, hattoki asalari sutida ham 18 ta aminokislota bo'lmagan-da. Asalari sutdan ham kuchli degan. Limondan 15 barobar kuchli deyilgan. Dunyoda deyarli birinchi o'rinda turadi giyohlar ichida bu Gujit.com mevasi. 8 ta polisaxaridi bor, 8 ta monosaxaridi bor, 8 ta bikarotin degan elementlari bor. Keyin mana dengiz mahsulotida uchraydigan jirlardan omega 3, omega 6 jirlari ham bor. Vitaminlarga keladigan bo'lsak, inson organizmi o'zi ishlab chiqara olmaydigan vitaminlardan C vitamini bor, A vitamini bor, E vitamini bor. Keyin B1, B2, B3, B6, B9, B12 vitaminlargacha bor-da. Mana shu vitaminlar ham inson organizmi uchun juda kerakli narsa.
Mana C vitamini immunitetni ko'tarib turadi. Mana A vitamini terida odamda terini qurib ketishlariga yordam qiladi. Keyin mana B vitaminlar. Masalan, ko'plarda davulinasi ko'tariladi-yu, doimiy bir joyda qotib qolganda, masalan 140 dan oshib ketsa, 140 dan pastga tushmaydi. O'shana paytda B6 vitamini yetishmasa, o'shanaqa holat uchrar ekanda. Agarda B6 vitamini bo'lsa, bu qon tomirlarida, muskullarda yumshoq ishlashga harakat qilar ekanda. O'sha uchun B vitaminlari ham jidda bir foydali narsa inson organizmi uchun. Mana mumkin emas degan joylari ham bor. Gujittakon mevalarni iste'mol qilish mumkin emas. Kimlarga? 3 yoshdan pastki bolalarga mumkin emas. Emizikli ayolga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin emas. Homilador ayolga mumkin qachonki doktorni ko'rsatmasi bilan deyilgan. Bu gujittakon mevalarga tushunadigan, shu haqida mutaxassis vrachni o'zi yo'qda. O'sha uchun iste'mol qilmaslik kerak. Lekin kam miqdorda iste'mol qilsa bo'lishi ham mumkin. Chunki bu vitamin 9, vitamin 3lari bor. Bular homilador iste'mol qilib yuradigan bo'lsa, shu homilador ayolda tug'iladigan farzandda qanday tushuntirsam ekan, mana benuqson tug'ilar ekanda. Mana kimlardadir tug'ma nogiron tug'iladi-yu, ana shu holatlar uchramas ekan. B9, B3 vitaminlari o'shalarga juda bir yordam qilar ekan. Mana meditsina tilida qanaqa tushuntiriladi bilmadim. Qandaydir DNK almashuvini ta'minlab berar ekanda. Mana odamzodda miyani rivojlanishi, quloq, ko'zni joylashishi, DNK degani men shunday tushundim. Shularni joy-joyiga qo'yib ta'minlab miyalarning rivojlanishiga B vitamini katta rol o'ynaydi, B9, B3lar. O'sha uchun kam miqdorda iste'mol qilsa bo'lsa kerak. Homilador ayolda B6 vitamini ko'pligi uchun mumkin emas deyilganda, homila tushish ehtimoli ham uchrab qoladi degan maqsadda mumkin emas deyilgan. Keyin yana qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga mumkin emas. Keyin mana qo'shimcha qonni suyultiruvchi dorilar ichib yuradi. Hozirda ko'p insonlarimiz saharga chalingan, mana davlinasi borlar. O'shalarda iste'mol qiladiganda mana qonni suyultiruvchi dorilarni qo'shib iste'mol qilmaslik kerak. O'zini iste'mol qilish kerak. Juda agar bir ishonmaydigan yo bir tushunmaydigan bo'lsa, bir 10 kun iste'mol qilsindan keyin yo qonni quyuqligini bir analiz topshirib olsin yoki saharda tekshirib tursin. Saharda ham aytilgan qondagi qand miqdorini ko'paytirib, insulin ishlab chiqishini yaxshilaydi degan. Qondagi qand miqdorini kamaytiradi-da iste'mol qilib yurgan insonda. Keyin yana kimlarga mumkin emas? Keyin mana oshqozon yarasida qon ketib turganda yoki gemoroydan qon kelib turganda, yo ayollarimiz fayz ko'rgan paytda iste'mol qilish mumkin emas. Mana fayz ko'rmagan, qon kelib turmagan paytlarda bo'lsa, oshqozon yaralariga ham yaxshi. Mayda kapillar qon tomirlarida ham qon aylanishini yaxshilaydi-da. Bu aslida uning xususiyatlari nima edi? Immunitetni ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashuvini yaxshilayapti, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi dimlanishlarni olyapti, o't qopidagi buyrakdagi tosh va qumlargacha parchalab tushiryapti. Mana jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti. Hozirda menga sinovdan o'tgan kasalliklar, iste'mol qiladigan kasalliklarda mana davlinaga iste'mol qilinyapti, saharga iste'mol qilinyapti, ko'z nuri uchun iste'mol qilyapti. Даже ko'z nuri ko'zdagi kataraktlargacha so'rib yo'q qiladi doimiy iste'mol qilinsa. Keyin yana mana jigar sirrozlarda, onkologiyasiga chalinib qolgan, ximioterapiya olib turganlarda iste'mol qilinyapti. Keyin mana o'zimiz hozirda eksperiment o'tkazyapmiz. Mana tanadagi oq dog'lar, ya'ni vitiligo bo'yicha, ularga ham yaxshi effekt beryapti. Faqat uzoq vaqt iste'mol qilinishi kerak. U uchun ikkitagina ko'chati bo'lishi kerak har bir xonadonda. O'shanda doimiy iste'mol qilib yursa bo'ladi. Mana suyak yemirishlarda iste'mol qilinyapti. Mana odam holsizlanib qolar, mana yosh ulug' insonlarda. O'sha paytda ham iste'mol qilyapti, o'shalarga ham. Odamga salbiy energiya beradi, dedim-ku. O'sha yosh ulug' insonlar uchun juda bir yaxshi narsa bu.
Yoshlarimizga, yosh yigit-qizlarimizgacha bo'lmaydimisa, yo'q, ularga ham to'g'ri, ularga ham foydali tomoni ko'p. Ayniqsa mana bu yosh kelin-kuyovlarimiz to'ydan oldin iste'mol qilib yurgan bo'lsa, bulardan tug'iladigan chaqaloq umuman kasallikka chalinmaydi deyilganda. Bu haqida Xitoyda eksperiment ham o'tkazib ko'rishdi. Men doim kuzatib boraman, Xitoyda ham, Yevropalarda ham nima qilinayotgani shu go'shatdakon mevalari haqida juda bir yaxshi effekt beradi. Hozir mana o'zimizda hayotda kuzatib qarasangiz, yangi tug'ilgan chaqaloqlar chiripni tug'ilyapti. Даже mana 40 chiqmagan chaqaloqlarga kapelnisa ulov turibdi. Ayollarimizni homilador bo'lishiga ham yaxshi effekt beradi. Keyin mana yigitlarimizda qondagi testosteronni sifatini yaxshilab beradi deyilgan, miqdorini ko'paytiradi degan. Bu degan erkaklar quvvatini oshirib beradi degan. Keyin mana prostatit shishlariga ham yaxshi doim iste'mol qilinganda. Hozir shunaqa prostatit kasalliklari ham ko'payib ketdi. O'shalar uchun ham iste'mol qilinishi kerak. Bu shu yuqorida aytilgan ana ular bo'lmaydigan bo'lsa, qizil narsaga allergiyasi bor insonlar deyarli hamma insonga to'g'ri keladi. Hamma inson me'yor bilan iste'mol qilib yurish kerak. Faqat me'yordan ko'p iste'mol qilmaslik. Me'yordan ko'p iste'mol qilganda qanday bo'ladi? Mana ozroq me'yordan salgina ko'proq iste'mol qo'ysangiz, odamda bir ko'ngil aynishi paydo bo'ladi. Qayt qilgisi kelib qoladi. Agar chini bilan bir yeyishda 100 gram ziyodroq yo'radigan bo'lsangiz, davlina ko'tarilib ketadi degan, qayt qilish, ich surib yoradi, yurak tez urib qoladi deyilgan. Chunki buni odam yegan sayin yegisi kelaveradi-da. O'sha uchun doim e'tiborli bo'lish kerak. Hisoblab, nechta yedim, nechta yeyishim kerakligini o'sha tomonlarga juda e'tiborli bo'lish kerak. Ko'ngilni aynitib, mazani qochirib boshlaydi ko'p iste'mol qo'ysa. Shu uchun qiziqingizlar, har bir xonadonda o'sish kerak bu go'shatdakon ko'chatlari. Shoshilingizlar, menda ham oz qolyapti bu yoq ko'chatlarim. Keyin ikkinchidan daraxtlar bular tez uyg'onadi boshqa daraxtlarga nisbatan. O'sha uchun ulgurib qolingizlar. Mayli, sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Doim yaxshi kunlarda uchrashaylik. Salomat bo'lingizlar.